Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning mazmunida bo'lsin. Suluq yerlar yer sharidagi 3 cho'ng ekologik sistemaning biri bo'lib, uning jonliqlarning xilma-xilligi va butun yer shari ekologiyasidagi roli va ta'sirini mo'ljalligili bo'lmaydi. Şunlaşqa köp yıllardan buyan Abdunum rayonimizdagi har darajalik o'rinlar ekologiya madaniyaligini qo'g'dash va asrash xizmatiga izchil ahamiyat berib kelgan. Manas noyasidagi suluq yer ekologiyasidagi yaxshilanishlar buning bir tipik misoli. Manas nahiyesi 2011-yili suluq yerlarni keng ko'lamda qo'g'dash harakatini ep berib, suluq yerlardagi yepinchi o'simliklarni asliga keltirdi. Sazliqda yashaydigan yovvoyi hayvonlarni qo'g'didi. Manas suluq yer bag'chisi qurilgandan buyon Manas nahiyesi 67 million yuan mablag' ajratib, suluq yerni qo'g'dashga ajratdi. Manas davlatlik suluq yer bag'chisi Manas nahiyasiga joylashgan, ko'lami 111 kvadrat kilometrdan ortiq suluq zamin bo'lib, u Xinjiangdagi ikkinchi cho'ng suluq yer bo'lib hisoblanadi. Manas suluq yeri Jiaxezi su ambari, Dahayzi su ambari, Davanzi su ambari va Shaochaozi su ambari qatorliq cho'ng kichik su ambarlari va bu joydagi har qaysi daryo eqillarining birikishidan shakllangan cho'ng suluq yer bo'lib hisoblanadi. Suluq yer meyli tatlı bo'lamdi, meyli tuzliq bo'lamdi, erketli bo'lamdi, muqim bo'lamdi. Chiqib suv yotadigan joyning hammasini suluq yerlar deb ataymiz. Ana keyin dengiz okeanning kelqi ko'tarilib yenish degan bir tushuncha bor. Shu ko'tarilib yangandan keyingi 6 metr chuqurlikdagi suv doirasi yana shu suluq doiraga kirgizilgan. Undan boshqa suv ham bir shunga daryo shunga kirdi. Ko'lchak sazliq suluq yerlarni o'lisidan shunday turlarga bo'ladi. O'simlik yepinchisi qarab o'tirib bo'ladi. Manas suluq yerining qo'g'dalishi yolg'iz Manas nahiyasining ekologiyasiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki butkul Abdunum rayonimizning ekologiyasiga muhim ta'sir ko'rsatdi. Manas suluq yer bag'chisi Yipak yo'lining iqtisodiy balog'i joylashgan bo'lib, Tangritog'ining shimoliy yonbag'ri va Jungodagi ikkinchi cho'ng qumliq bo'lgan Qurban To'ng'ut qumlig'ining atrofiga joylashgan. Manas suluq yer bag'chisi o'zgacha jo'grafiylik alohidalikka va xoslikqa, shundaqla o'simlik turlari ko'p xil bo'lishdek alohidalikka ega. Ekologik tangpungliq jihatdan Shimoliy Xinjiang rayonining qumlishining oldini olish va tizginlashdagi muhim yeshillik va suluq yer bo'lib hisoblanadi.
Burun nurg'un kishilar bu suluq yerni faqat loy-latqiga to'shqan sozliq, turli qon sho'rig'icha qurut va kasalliklarning ovish o'rni, keraksiz suv chiqarish o'rni, it ochadigan, beliq boqadigan joy deb qarab kelgan. Tadrijiy suluq yerlarning tabiatga roli to'g'risida texmo aniq tushunchaga ega bo'lgan va suluq yerlarning hayotlik manbai ekanligi texmo muayyanlashtirilgan. Endi bu suluq yerlar shu havoni saqlashtiradi. Yaqinlarni tengshaydi. Temperaturani tengshaydi tarafini oshiradi. Onun üstüge nurg'unlagan qushlarniki ko'payadigan, qishdan o'tadigan, undan keyin bu ham yil qushlarininki azroq bir mezgil turib oladigan bir makon bilan ta'minlab berdi. Shunga bu suluq yerlarning rolini odatda to'g'anchaqlig'i bo'lmaydi. Endi bu suluq yerlar Bayqa o'xshash o'zining bir moncha rollardan boshqa bizden bolğangan sularımız muşu suluq yerga yig'ilgandan keyin onun zaharlik darajasini tövəndib özlüyeden. Bundan nurg'unlagan canlıqlar bo'ladi, o'zaro nurg'unlagan reaksiyalar bo'ladi deymiz. Ana keyin biz nurg'unlagan su qo'ygan vaqtida, sug'urgan vaqtida nurg'unlagan ba'zi bir bizning ximiyalik dorilarimiz yoki o'g'itlarimiz yana bu yerga kelib toplanadi. Sababi bu suluq yer. Demak, buni qaytadan bu suv o'zligidan onunki zaharlik derecesini töven düşürüp entayin bir sap yaxşı suğa aylandırdı. Şu atarafı nispeten meyli temperatura olsun, meyli nemlik olsun, bunun hemmisi de bu tengşap turduğun bir alayidiligi var. Bundan başka kelkun keldi deydiğimiz kelkun kese alı bilen mağlup tanıp boğan degen eşip ketkeni hani kim aldı. Şu an suluq yerde kelkunu tengşaydı. Endi biz töven taraflarda su kan boğan vaqtida bununki bir kısım sudan apırıp işletişki buldu. Şunalqa qurg'oqchilikning oldini olish, yo'lchilikning oldini olish buni odatda bunun qimmatini buni ekologik sistemning mulozimati deymiz. Men hozir Manas noyisining davlat darajalik suluq yer qo'g'dash bog'chasida turibman. Mana biz ko'rayotgan bu o'qur qushlarni yem bilan ta'minlaydigan o'rin bo'ldi. Buningda ko'rilish bo'ldiki, Manas noyisi qushlarni qo'g'dashda turli qo'g'dash tadbirlarini va siyosatlarni tuzgunni bilib olgan oldu. Her yili ayaz va kuz faslining oxirigacha qushlarning ko'chadigan mezgili. Her yili 10 aydan 11 ayning oxirigacha bo'lgan oraliqda qushlar ko'chish jarayonida Manas davlatlik suluq yer bog'chasiga qo'nib dam oladi va oziqlik izlab yeydi. Manas davlatlik suluq yer bog'chasidagi xizmatchilar qushlarning qish faslidan omon eson o'tib olish uchun qushlarning dollarini tayyorlash va ularning suv ichishi uchun suv ustidagi qalin muz tutib ketgan muzlarni cheqib tayyorlik xizmatlarini ishlash uchun aldirash bo'lib ketadi. Undan bo'lsa biz bu yerning xizmatchisidan bu yerning qo'g'dash jihatdagi turli qo'g'dash tadbirlarini bir so'rab o'taylik. Ni hao. Ni hao. Bizning bu suluq yer rayonimizda qushlar ko'chish mezgilida bu joyda to'xtab, aram elib, oziq qilinib mangadi. Buning ichida, masalan, aqu qatorliq qushlar bor. Bu rayon suluq yer bo'lg'achqa qish fasli suv ustini qalin muz tutib ketadi. Shunglashqa biz qalin qor muzlarni chiqib, qushlarning suv ichish uchun sharoit hozirlab beramiz. Uningdan boshqa qo'nilgan joyga yaqinroq joydagi shalliq rayonlarni o'rib, mushu o'qurlarga ko'mma qo'noq donlarini selib beramiz. Chunki qushlar jimjit, bexatar, kengir joylarda aram elishga, oziqlik izlashni yaxshi ko'radi. Biz odatda 10 oyning oxiridan boshlab don tayyorlab, to'kib beramiz. Odatda bir kunda 100 kilodan 200 kilogacha don tayyorlaymiz. Uningdan boshqa biz yana 24 soat dejornilikda turamiz. Qushlarni cho'chitib o'tmaslik uchun biz odatda qushlarning oziqlik yeydigan bu rayonlarga odamlarni kirgizmaymiz. Manas davlatlik suluq yer bog'chasi. O'rta Osiyodan Hind taqim orollarga uchib boradigan qushlar qo'nib o'tadigan muhim o'tam.
Manas Dövlətlik Suluq Yer Bağçısı etibarlı quşlarning ko'paydigan va panohlanadigan makoni bo'lib hisoblanadi. Hozir Manas nahiyasi Suluq Yer Bağçısida yovvoyi hayvon va qush turlaridan 330 bir bor. Buning ichida davlatlik birinchi darajalik qo'g'diladigan qora turna, burkut, cho'ng oq, saqiy qush, kulrang turna, qora qoqir qatorliqlar bor. Davlatlik ikkinchi darajalik qush turlaridan bo'lsa 47 si bor. Uningdan boshqa yana hozir dunyodagi yo'qolish girdobig'iga berib qolgan qush turidan 9 xili bor. Bizning bu suluq yer qo'g'dash rayonimizda suv manbasi bir qadar ko'p. Baliqchilik maydonimi bor. Suv sistemasi bir qadar zich bog'lashgan. Mana bu alohida yer shakli, mo'l bo'lgan suvliq manbasi qushlarga yaxshi shart-sharoit hozirlab bergan. Qushlar har qatim ko'chish davomida Manas suvliq yer qo'g'dash rayonida mo'l bo'lgan oziqliq bilan oziqlanib, aram elib, safarni o'ngishli davomlashtira oladi. Bizning kuzatishimizcha az ko'rilgan qora turna va saqiy qush qatorliq qushlar bizning mushu qo'g'dash rayonimizda ko'rinib, mushu joyda aram olgan va oziqliq izlagan. Burun kishilarning ekologiyaga bo'lgan tushunchasining kamchilligi va yerlarni qalaymaqan haddidan ortiq etishi sababli Manas suluq yerining qo'g'dilishi toza yaxshi bo'lmagan. Yerlar qalaymaqan echilib, suvning bulg'inishi ig'ir bo'lgan. 2011-yildan boshlab yaxshi bo'lgan ekologik muhitni barpo qilish uchun Manas nahiyasi yaqinqi bir qancha yildan buyon nahiyaning o'ttir qismidagi dehqonchilik rayonida terilg'u yerlarni o'rmonga, o'tliqqa qaytirish salmog'ini zo'raytib, sun'iy o'rmon bino qilishni faol qanot yoydirib, siyosiy jihatdan yetaklash, mablag' jihatdan yordam berish qatorliq tadbirlar orqali ekologiyasi ojiz, tuprog'i qumlashgan, husuli tuvan etizlarda yerlarni o'rmonga, yayloqqa qaytirdi. Hozir 7 dehqonchilik rayon va yezi bozoridagi 100 ming mo terilg'u yer o'rmonga, yayloqqa, suluq yerlarga qaytirildi. Shuning bilan birga nahiya, yeza, kentlardagi g'o'l yo'llarning ikki qismini umumiy yuzlik ko'kartishni yo'lga qo'yib, o'rmon bilan qoplanish nisbati 90% ga yetkazildi. O'rmonlarning ko'pinchisi sun'iy o'rmon bo'lib, buning ichida faqat to'g'raqlar tabiiy shakllangan o'rmonlar. Biz hozir shu Manas suluq yer bog'chisininki shu shimoliy qismidagi keng ketgan to'g'raqlik turyapmiz. Unda bo'lsa, ma'lum shu to'g'raqlik bilan suluq yerning qanday bog'lanishligi va shu to'g'risida bizga azroq so'zlab bersangiz. Bo'ladi. Endi bu to'g'raq o'zininki zamonasi o'tib ketgan bir xil o'simlik. Buni biz tirik qatma deb ataymiz. Bu o'z vaqtida shu Tigr, Evfrat daryo bo'ylari, masalan, hozirgi Iran, Iroqda shu yerda tunji qatim tizimga elinib, xalqlarga tashviq qilib, keyin qarasa, bu to'g'raqniki bizning asosan tarqalgan o'rni bizning davlatimiz ekanligi. Bo'lapmi bizning Xinjiang ekanligimizni. Bo'lapmi bizningki Xinjiangdagi daryodagi ko'llar, shu suvliq yerlarning atrofida ekanligini muayyanlashtirgili bo'ladi. Demek bu to'g'raq bo'lmagan suvliq yerning ahamiyati bo'lmaydi. To'g'raq suvliq o'rinni nurg'unlagan taraflardan qo'g'dab turdi. Masalan, bunga o'simlik yepinchisini qo'g'daydi, shamoldan qo'g'daydi, bo'ron tuzlardan, qumborandan deganga o'xshash qo'g'dab turdi. Endi bu to'g'raq bu suvdan ayrilamaydi. Shu Shimoliy Xinjiangda bo'lapmi
Şu Manas suluk yerleri qoldurgan rayonun etrafındaki toğraqlar, şu Ebnir Kölü'nün etrafı bolsun. Bu yerdə toğraqların ösüşü biraz tüz boludu. Bu tüz boluşduk sebep bu yerdə bölgə miqdarı xeyli yaxşı. Yer suyumu yaman emas. Hem de yakından bayan şu devlet tercihlik suluk yerleri qoldurgan rayon qurulganlığı üçün hazır qaytadan bir yaxşılanish bor. Bu yerdagi tadqiqotchilarning aytishiga qaraganda, bu yerdagi ishlab yurgan idoraning kadrlarining aytishiga qaraganda, bu yerda shu tikkan qaraganda o'zligidan asli kelish intan yaxshi bo'lyotidi deydi. Bu o'simlik degan narsa o'sgan vaqtda shu o'zining muhitiniki biroz muqim bo'lishini yaxshi ko'rdi. Siz kelib ketib dastlab boshqa qilsangiz, o'simliklar o'sishni qalaydi, har qanday jonli o'sishni qalaydi. To'g'ri. Endi o'simlikning mayslar hamda o'say degan vaqtda siz dastlab ketsangiz qanday o'sidi? Şu an toğraqmı şunun o'xshash. Şu an bu toğraqning şu suluk yerlerini qo'g'dashda intayim muhim ahamiyati va roli bor. Toğraq bilan suluk yerlerini bir-biridan ayirib farqilib bo'lmaydi. Ormanlar, suluk yerler, deniz, okeanlar yer şaridagi 3 cho'ng ekologik sistemini hosil qilgan. Kishilar o'rmanni yer sharining o'pkisi, suluk yerlarni yer sharining bo'rigi. Daryolarni bo'lsa yer sharining qon tomiri deyishidi. Bularning qaysi birisi buzg'unchilik uchursa, ekologik sistema buzg'unchilik uchuraydi. Bularning ichida eng sezgur omil yer sharining yepinchisi bo'lgan yeshil o'simliklardir. Uning yo'qolishi bir butun ekologiya sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Undaqda sirliq tabiat dunyosidagi suluq yerlarda biz bilishga tegishli yana qanday bilimlar bor? Bu mazmunlar qiziqsanglar, diqqatinglar keyingi son programmamizda bo'lsin. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganlarga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.